Pul qayerdan va qachon kelishini bilish hamma uchun qiziq. Ammo 2026-yil ayrim burjlar uchun pulni odatdagidek mehnat emas, balki kutilmagan yo'llar orqali olib keladi. Bu yil moliya qoidalari o'zgaradi. Kimdir yangicha fikrlashi sabab daromad topadi, yana kimdir tasodifiy hamkorlik orqali barqarorlikka erishadi. Agar siz pul faqat an'anaviy yo'llardan keladi deb o'ylagan bo'lsangiz, bu bashorat fikringizni o'zgartirishi mumkin. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Bu yerda tasodif yo'q, faqat yaqinlashib kelayotgan moliyaviy voqealar bor. 2026-yil egizaklar hayotida professional tan olinadigan, mas'uliyat doirasi kengayadigan va ijtimoiy mavqe sezilarli o'zgaradigan davr bo'ladi. Yil boshidayoq ish bilan bog'liq kutilmagan xabar paydo bo'ladi. Lavozimnoma o'zgaradi, vakolatlar ko'payadi yoki ilgari faqat chetdan kuzatilgan soha to'satdan markazga chiqadi. Bahor oylarida bitta loyiha alohida ajralib chiqadi va aynan shu yo'nalish orqali moliyaviy oqim barqarorlashadi. Bu loyiha dastlab oddiy ko'ringan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan undan keladigan foyda kutilganidan ancha yuqori bo'ladi. Yil o'rtalarida egizaklar o'zlari ham bilmagan qobiliyatlari sabab e'tiborga tushadi. Bu nutq, yozish, muzokara, savdo yoki bir nechta sohani birlashtira olish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Avgust-sentyabr oylarida yopiqdek tuyulgan eshiklar ochila boshlaydi. Ilgari rad etilgan taklif qayta paydo bo'ladi yoki eski tanish kutilmaganda muhim rol o'ynaydi. Kuzga kelib professional obro' mustahkamlanadi. Ism-sharif ko'proq tilga olinadi. Yil oxiriga borib egizaklar hayotida barqaror daromad manbai va aniq maqom shakllanadi. 2026-yil nom chiqadigan, mas'uliyat ortadigan va mehnat ko'zga tashlanadigan yil sifatida yodda qoladi. Ikkinchi o'rinda boyib ketadigan burj vakillari Arslon burji vakillaridir. 2026-yil Arslonlar hayotida umumiy resurslar, qo'shma manfaatlar va moliyaviy bog'liqliklar markazga chiqadigan yil bo'ladi. Bu davrda pul va imkoniyatlar yolg'iz harakatlar orqali emas, balki boshqa odamlar bilan bog'liq jarayonlar orqali keladi. Yilning birinchi yarmida sheriklik asosidagi kelishuv yoki moliyaviy masala kutilmagan tomonga buriladi. Ilgari uzoq va murakkab bo'lib tuyulgan masala birdaniga hal bo'lib, foyda keltira boshlaydi. Ayrim arslonlar uchun bu meros, ulush, kompensatsiya yoki hujjatdagi o'zgarish orqali namoyon bo'ladi. Yil o'rtalarida katta summalar bilan bog'liq voqea sodir bo'lishi mumkin. Bu investitsiya, kredit, grant yoki boshqa birov nomidan keladigan mablag' bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Bu pul tasodifiy emas. U arslonlarning avvalgi sa'y-harakatlari va obro'si bilan bog'liq bo'ladi. Atrofdagilar arslonlarga ko'proq ishonch bildira boshlaydi. Muhim masalalarda ularning so'zi hal qiluvchi ahamiyatga kasb etadi. Kuzga kelib moliyaviy va ichki kuch uyg'unlashadi. Arslonlar o'zlarini nafaqat moddiy, balki ruhiy jihatdan ham boyroq his qiladilar. 2026-yil ular uchun yolg'iz emasman degan anglash bilan esda qoladi. Bu yil boylik, e'tirof va kuch birgalikda keladi. Va nihoyat uchinchisi Qovg'a burji vakillaridir. 2026-yil Qovg'a burji hayotida moliyaviy jihatdan noodatiy burilishlar va kutilmagan surprizlar bilan ajralib turadi. Yil davomida pul odatdagi yo'llar orqali emas, balki yangicha fikrlash, ijodkorlik va innovatsiyaga asoslangan faoliyat orqali keladi. Yil boshida g'oya sifatida paydo bo'lgan tashabbus vaqt o'tishi bilan aniq daromad manbaiga aylanadi. Bu loyiha boshqalarga g'alati yoki xavfli tuyulgan bo'lishi mumkin, ammo aynan shu farqlilik Qovg'a uchun asosiy ustunlikka aylanadi. Bahor oylarida kutilmagan hamkorlik yuzaga keladi. Bu eski tanish bilan qayta bog'lanish yoki butunlay yangi doiradagi odam bilan boshlanadigan ish bo'lishi mumkin. Shu aloqalar orqali pul oqimi tezlashadi. Ayrim qovg'alarning daromadi qisqa muddat ichida sezilarli oshadi. Yozga kelib moliyaviy mustaqillik hissi kuchayadi. Qarorlar ancha erkin qabul qilinadi. Kuz oylarida pulga bo'lgan munosabat butunlay o'zgaradi. Ilgari ishonchsizdek tuyulgan yo'nalishlar eng barqaror tayanchga aylanadi. Yil oxiriga borib, Qovg'a burjlari uchun moliyaviy xavfsizlik yangi shaklga kiradi. Bu an'analarga emas, aql, tasavvur va jasoratga asoslangan boylik bo'ladi. 2026-yil Qovg'a uchun boshqacha o'ylash foyda keltiradi degan haqiqatni tasdiqlaydi.